Hammangizga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bugun sizga Yehova Xudo kim degan mavzuni taqdim qilmoqchi edim. Ayrim narsalar balki qaytarilgan bo'lishi mumkin, balki bu narsalarni siz bilishingiz ham mumkin, lekin ilgari aytgandek, qancha ko'p takrorlasak, ko'proq biz o'rganib, ayrim narsalarni eslab qolamiz. Rus tilida повторение мать учения deyishardi, ya'ni takrorlash har qanday o'rganishning onasi yoki eng yaxshi usuli degandek ma'noda gapirilgan gap bor edi. Biz buning uchun Ishoya payg'ambarning 6-bobiga qaraymiz. Hammaga balkim tanish bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir men sal kattaroq qilay tekstni hammaga yana ham ko'proq ko'rinadigan qilay. Yana ko'pchilik videolarimni telefon orqali ko'rganligi uchun ularga moslashtirishga harakat qilaman. Shunday ham kichikroq ko'rish mumkin, lekin keyin xohlasangiz kompyuter orqali ko'ring videoni yoki o'zingiz shu bobni o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerdagi eng asosiy e'tiboringizni nimaga qaratmoqchi edim? Boshida nima haqida gap ketayotganligini birinchi oyatda ko'rsak bo'ladi. Shoh Uziya vafot etgan yili, ya'ni bu yerda payg'ambar Ishoya gapiryapti. Men yuqoriga yuksalgan Rabbining taxtda o'tirganini ko'rdim. Uning libosi yetaklari mabadni to'ldirgan edi, deyapti. Odatda mana bu agar rasmga e'tibor qaraydigan bo'lsak, bu yerda uni farishta kelib uni tilini tozalaganligini cho'g' bilan uni keyinroq o'qisak bo'ladi yoki o'zingiz o'qisangiz bo'ladi. Shu payti tasvirlangan. Lekin bundan tashqari yana boshqa rasmlar bor. Hozir bir ikkitasini sizga ko'rsatmoqchiman. Demak, mana bu rasmning o'rniga agar bunisiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda Rabbining taxtda o'tirishini ko'ramiz. Serafimlar atrofida uchib yurganini ko'ramiz va yana eng pastida ko'rsangiz, serafim altardan yoki mehrobdan cho'g'ni olib, uni tilini tozalamoqchi bo'lgan paytini shu yerda ko'rsak bo'ladi. Endi turlicha tasvirlashgan, chunki bizda muqaddas kalamda bu narsa yozilgan. Hamma qanaqangi tasavvur qilsa, shunaqa qilib chizishgan bo'lishi mumkin. Yana bu esa shu kitobning o'zi, keyin yana bitta borda, mana bunisi boshqa, boyagina o'zginasi, faqat boshqatdan bo'yab chiqishgan shekilli. Bugun eng asosiy fikrimizni nimaga qaratmoqchimiz? Shu Yehova kim ekan? Shu taxtda o'tirgan Yehova kimligini bugun siz bilan ko'rib chiqamiz. Buning uchun esa keling Rabbining degan so'zni ma'nosini yoki yevriy tilida nima deb yozilganligini ko'ramiz. Demak, bu ham mana Ishoya 6-bob 1-oyatda keyin Uziya o'lgan yili men ko'rdim deyapti. Ya'ni bu yerda ko'rganligini ko'rsak bo'ladi Rabbini, va bu yangi haftaga Xudoning ishini ko'rolmaydi deganga zid emas. Boshqa videolarda balki gaplashishimiz mumkin. Endi esa kimni ko'rganligini ko'rsak, Adonay deyapti. Adonay deganda Rabbimizni tushunamiz. Odamligi ham bir xillarda ishlatilgan bo'lsa shu so'zning negizi, lekin Adonay deb muqaddas kalamda kelganda ko'pincha Rabbimiz yoki Xudoni tushunsak bo'ladi va bir xil joylarda esa bu Yehova ekanligini ko'rsak bo'ladi. Endi esa yana ozgina o'qiymiz. Uning tepasida seraflar shay turardi. Har birining 6 ta qanoti bor edi. Ular 2 qanoti ila yuzlarini to'sgandi, 2 qanoti ila oyoqlarini to'sgandi, qolgan 2 qanoti bilan uchayotgan edi deyilgan. Shuning uchun agar boyiga rasmga yana qaytib boradigan bo'lsak, mana bu yerda seraflarning 6 ta qanoti bilan ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkitasi bilan badanni yashayapti, ikkitasi bilan yuzini, yana ikkitasi bilan uchayotganligini ko'rsak bo'ladi. Chizganda endi g'alatiroq ko'rinishi mumkin, lekin taxminan shunaqa bo'lgan deb tasavvur qilsak bo'ladi. Ular bir-biriga hayqirishdi, muqaddasdir sarvari olam, ya'ni 3 marta muqaddas qaytarilgan va sarvari olam deyilgan. Uning ulug'vorligi butun olamni to'ldirgan. Demak, bu 3-oyat. Shu 3-oyatda seraflar o'sha Adonay Rabbimizga qanday murojaat qilganligini ko'rsak bo'ladi.
Demak, qadosh deyapti. Va kim ekan? Yahve yoki Yehova, lashkarlarning Yehovasi yoki lashkarga ega bo'lgan Yehova degan. Demak, shu yerdan nimani ko'ramizki, Ishayo shu o'zini unga berilgan vahiy deymizmi yoki ko'rinish deymizmi, Yehovani ko'rganligini shu yerdan bilsak bo'ladi. Ya'ni Yehova taxtda o'tiribdi va bu Yehovani demak payg'ambar Isoya ko'rdi. Bu eski ahdda yozilganligi uchun ko'pchilik ham bu Xudo ota deyishi mumkin. Endi esa shu eski ahdda yozilgan Xudo haqida yoki Yehova haqida yozilgan oyatlar yangi ahdda iqtibos qilinganligini yoki sitata qilinganligini yoki qanday qilib ishlatilganligini ko'rsak bo'ladida va shu bilan birga Yehova kimligini ko'proq bilsak bo'ladi. Ya'ni boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, eski ahdda Yehova Xudoga, yagona Xudoga nisbatan ishlatilgan so'zlar, oyatlar yangi ahdda Rabbimiz Yeshua Masihga nisbatan ishlatilganini ko'radigan bo'lsak, shu bilan Rabbimiz Masih Xudo ekanligini va u ham Yehova ekanligini ko'rsak bo'ladi. Shuni hozir keling birgalashib ko'ramiz. Mana shu oyatlar yangi ahdda qaysi joyda ishlatilganligini ko'ramiz. Buning uchun yana sal ko'proq o'qiymizda bu yerda, keyin yangi ahdga o'tamiz. Ularning hayqirgan ovozlari mabadni poydevorigacha titratib yubordi. Mabad tutun bilan to'lib borardi. Men shunday dedim, sho'rim qursin, o'ldim endi. O'z ko'zlarim bilan o'sha shohni, sarvar olamni ko'rdim. Axir men og'zi nopok bir odamman, og'zi nopok xalq orasida yashayman. Seraflardan biri men tomon uchdi, qo'lida ko'mir cho'g'i bor edi. U o'sha cho'g'ini otash kurak bilan qurbongoh ustidan olgan edi. Ko'mir cho'g'ini og'zimga tekkizib shunday dedi: "Qara, bu cho'g' lablaringga tegdi, endi ayblaring yuvildi, gunohlaringdan forig' bo'lding" deyapti. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, mana bu hozir mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, Sarafim Ishoy payg'ambarning oldiga otash kurak bilan shu cho'g'ni olib kelib labiga yoki tiliga tegizdirmoqchi bo'lganligini bu yerda ko'rsak bo'ladi. Va bu yerda ham pastda qarasangiz xuddi shunday narsani ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda ham pastda xuddi shunaqangi narsa bo'lyapti. Ya'ni bu yerda cho'g'ni olayotgan paytini ko'ryapsiz, adashmasam. Hozir davom qilamiz. Shunda men Rabbiyning ovozini eshitdim. Kimni yuboraman? Biz uchun kim boradi? Men aytdim, men shu yerdaman. Mana yuborgin meni. U shunday dedi. Ya'ni 9-oyatdan davom qilishda o'qishda davom qilamiz. Shunga e'tibor bering. Chunki yangi ahdda shu narsa iqtibos qilinadi. Ya'ni bu yerda Yehova, taxtda o'tirgan Yehova shunday deyapti: "Bor, mana shu xalqqa ayt, xo'p, tinglayveringlar, baribir tushunmaysiz, qaraveringlar, baribir anglab yetmaysiz. Ishoya bu xalqqa gapir, so'zlaring ularning aqlini o'tmas qiladi, gaplaring dastidan quloqlari garang bo'ladi. Ularning ko'zlari yumilib qoladi, shunda ko'rmay qoladi ko'zlari, eshitmay qoladi quloqlari, anglamay qoladi aqllari, ular menga qaytmaydilar, ular shifo topmaydilar." So'radim, ey Rabbiy, qachongacha? U aytdi va davom qilinyapti. Biz asosiy e'tiborimizni mana shu joylarga qaratamiz va shu yangi ahdda Rabbimiz Iso Masihga nisbatan ishlatilganligini hozir ko'rsak bo'ladi. Buning uchun biz Yuhanna 12-bobga e'tibor qaratamiz, e'tiborimizni. Demak, Yuhanna 12-bob 37-dan 41-oyatlargacha. Iso xalqning ko'z o'ngida shuncha ko'p mo'jizali alomatlar yaratgan bo'lsa ham ular Isoga ishonmas edilar. Shu tariqa Ishoy payg'ambarning so'zlari bajo bo'ldi. Demak, kimning so'zi bajo bo'ldi? Ishoy payg'ambarning: "Egamiz bizning xabarimizga kim ishondi? Sening qudratli kuching kimga ayon bo'ldi?" Va yana davom qilamiz. Haqiqatan ham ular ishona olmadilar. Negaki Ishoy ular haqida yana shunday deb aytgandi. Yana mana shu biz bugun ko'rib chiqqan joylarimiz. Egamiz ularning ko'zlarini ko'r qildi, aqllarini o'tmas qildi, toki ko'zlari bilan ko'rmasinlar, aqllari bilan anglamasinlar, tag'in menga qaytib shifo topmasinlar. Demak, mana shu Ishoyaning 6-bobidan olingan narsa va bu yerda ko'rib tursangiz, Ishoya shu haqida gapirgan deyapti, lekin bu yerda esa egamiz, ya'ni Yehova gapiryapti degan va Yehova shu ishni qildi deb ko'rinyapti-da bu yerda. Endi esa keyin Yuhannaning o'zini gapirgan gapini qaraydigan bo'lsak, mana qarang nima degan.
Ishoya Masihning ulug'vorligini ko'rgani uchun bu so'zlarni aytgan edi. Demak, taxtda o'tirgan kim ekan? Iso Masih yoki Yeshua Masih, Rabbimiz Yehova ekan. Lekin albatta eski ahdda o'qiganimizda u Xudo ota emas deb aytmaymiz. Nimaga? Chunki Xudo ota ham Yehova. Yeshua Masih, ya'ni Xudoning o'g'li ham Yehova va keyinchalik ko'radigan bo'lsak, Muqaddas ruh ham Yehova bo'ladi. Ya'ni bu tabiati bo'yicha bir Xudo bo'lib, lekin shaxslari uchta bo'lgan, ota, o'g'il, muqaddas ruh bo'lgan Xudo ekanligini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni shu Yehova. Tabiati bir, uchta shaxsli. Endi shaxs deganda bir xilada biz 100 so'zni ishlatsak bo'ladi yoki ayrim boshqa tillardagi masihiylar boshqacha so'zlarni ishlatishi mumkin. Shuning uchun shaxs deganda odamlar yoki odamlar haqida gapirgandek Xudo haqida gapirmaymiz. Lekin bizni tilimiz cheklangan bo'lganligi uchun va jismoniy dunyoda yashaganimiz uchun so'zlarimiz ham shu kabi cheklangan. Lekin Xudoga nisbatan, ota, o'g'il, muqaddas ruhga nisbatan shaxsdan o'zgacha yoki boshqacha so'zni topish qiyin. Chunki shaxs deganda o'ylaydigan, o'zini shaxsligini biladigan, irodasi, his-tuyg'ulari bor bo'lgan mavjudotni gapiramiz. Xudo mavjudot deganda ham vujudi bor degani emas, balkim bor bo'lgan Xudo haqida gapirganda, uni tabiati haqida gapirganda so'zlarni topish ham qiyin bo'ladi. Chunki mavjudot desam, demak vujudi bor, ya'ni tanasi bormi deb odamlar o'ylab ketishi mumkin. Shaxsa, bizga o'xshagan shaxsmi deb odamlar o'ylab ketishi mumkin. Shuning uchun umuman nimadir narsalarni gapirganda juda ham qiyin bo'ladi. Lekin Xudoni birligi haqida gapirishganda substansiya deyishadi. Ya'ni bitta substansiya, lekin uchta persona, ya'ni shaxs deb odatda aytiladi. Lekin eng asosiy fikrim bu yerda nima edi? Ya'ni bu yerda Yuhanna gapirishi bo'yicha Ishoyo Masihni ulug'vorligini ko'rgan ekan va shu so'zlarni aytgan ekan deb yozilgan. Demak, eski ahdda Yehova Xudo deb tushunsak bo'ladi, lekin yangi ahdda shu bilan birga o'sha Xudo ota bilan birga u yerda Xudo o'g'il ham borligini shu oyatdan ko'rsak bo'ladi. Endi esa aynan shu so'zlar muqaddas ruhga nisbatan ishlatilganligini ko'rsak bo'ladi. Bu esa nimani anglatadi? Bu esa buning uchun keling Havoriylar 28-bobga o'tamizda, oxirgi bobi va 23-29-oyatlarni o'qiymiz. Demak, muqaddas ruhga nisbatan gapirilgan va shu bilan birga Yehova ota, o'g'il va muqaddas ruhligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi va taxtda o'tirganda ota, o'g'il va muqaddas ruh bir xil birgalikda birlashgan holatda bo'lganligini shu bir nechta oyatlardan ko'rsak bo'ladi. Shuning uchun ham uch birlikni tasdiqlovchi oyatlarni qidirganimizda shu kabi oyatlarni ko'rsak bo'ladi. Eski ahdda Yehovaga nisbatan ishlatilgan gaplar, yangi ahdda Xudo o'g'ilga va muqaddas ruhga yoki bir xilada faqat Xudo o'g'ilga nisbatan ishlatilgan bo'lishi mumkin. Lekin shu orqali Xudoning birligi nimani anglatishini va undagi uchta shaxs nimaligini shu oyatlardan ko'rsak bo'ladi. Endi keling 23-oyatdan 29-oyatgacha oyatlarni o'qib chiqamiz. Ular Pavlus bilan bir kuni kelishib oldilar. O'sha kuni ular Pavlus turgan joyga bir talay odamni boshlab keldilar. Pavlus ertalabdan kechgacha ularga Xudoning shohligi to'g'risida tushuntirdi. Shuningdek, Musoning Tavrat kitobidan va payg'ambarlar bidiklaridan Iso to'g'risida ishonchli dalillar keltirdi. Ya'ni bu yerda u yahudiylar bilan gaplashyapti. Ulardan ba'zilari Pavlusning aytganlariga ishondilar, boshqalari esa umuman ishonmadilar. Shunday qilib ular o'zaro bahslashdilar. Ular ketmoqchi bo'lib turganlarida Pavlus shunday dedi: "Muqaddas ruh Ishoya payg'ambar orqali ota-bobolaringizga ushbu gapni to'g'ri aytgan ekan. Bor, mana shu xalqqa ayt. Sizlar tinglab turasiz-u, lekin hech tushunmaysiz. Qarab turasiz-u, ammo hech anglab yetmaysiz. Zero bu xalqning aqli o'tmas bo'lib qoldi. Quloqlari garang bo'ldi, ko'zlarini yumib olishdi. Aks holda ko'zlari ko'rgan bo'lardi, aks holda quloqlari eshitgan bo'lardi, aqllari anglagan bo'lardi, yana menga qaytgan bo'lishardi. Men ularga shifo bergan bo'lardim." Demak, eng asosiy fikrim boshqa joylarga o'tgim kelmayapti. Muqaddas ruh Ishoya orqali gapirganligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Shuning uchun taxtda o'tirgan ota, o'g'il va muqaddas ruh deb aniq aytsak bo'ladi. Ishoya o'sha 6-bobida
yozgan vahiysida aynan uch birlikdagi Yehovani ko'rganligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi va bu Yehova Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh. Buni yangi ahdda aniqroq ko'ramiz, lekin eski ahdda ham bunga turli misollar bor. Bu haqda kanalimda videolar bor, agar xohlasangiz ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Lekin hozir esa shu yerda videoni to'xtatmoqchiman va demak Ishoyo taxtda o'tirgan Xudoni ko'rganida u Ota, O'g'il va Muqaddas Ruhni, ya'ni bir Yehovani, uchta shaxsdagi Yehovani ko'rgan edi. Shunga biz tasdiqlarini ko'rib chiqdik. Agar sizga videolar yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Boshqalarga ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol tarqatsangiz bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling va agar savollaringiz bo'lsa, izohlaringiz bo'lsa, kommentariyalar orqali yozib qolsangiz bo'ladi. Sizga esa Xudoning tinchligini tilab qolaman. Xudo Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh, bir Yehova, uchta shaxsdagi Xudoyimiz sizga o'zining inoyatini va barakatini bersin. Xayr, salomat bo'ling.